Bolaligimdan profesor futbolchi bo'lmoqchi edim. Real Madrid yoki Barselonada o'ynamoqchi edim. Bitta o'zim hammani aldab gollarni shaqillatib urardim. Oyog'imda tapchika bo'lsa ham chiroyli fitna qilardim. Hamma odamga aytardi, "O'g'lingiz talantli futbolchi qilish kerak. Birorta futbol akademiyasiga o'qishga berish kerak." Adam futbolga qiziqmasdi, shuning uchun oyoq-yalang o'ynardi. Yoki bo'lmasa uchli tuflida raqiblarni qiynardi. Oldin maktabimiz stadioniga yiqilgan bola yo shag'al yo 5 santimetrli tuproq uchardi. Ko'ptoni darvozaga tepganingda shu ko'ptov bilan birga har xil kichkina toshlar uchardi. O'sha paytda Ronaldo bilan Messi qo'llashmacha o'ynardi. Oltin to'p ikkalasi galma-galdan olardi. Biza bo'lsa muxlis edik. Kimdir Messi, kimdir Ronaldo bo'lardi. Bo'yi pastda Messi edi, uzunlar suy qilardi. Meni karyeram keladigan bo'lsa o'xshamadi. Travma oldim. Futbolni taxlab qo'yishda armonda yig'lab qoldim. Men futbolchi bo'la olmadim. Vaqt bo'ldi hakamim. Futbolkamda qolib ketdi 11-raqamim. Hozir bo'lsa professional tarzda balet qilaman. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Shunga kayf qilaman. O'zim bo'lsa qarib qoldim. Futbolist bo'la olmayman, bilaman. O'zim erisha olmagan bo'lsam ham o'g'limni futbolist qilaman.